Sizlarda ham shunaqami? Yomg'ir uryapti. Atrofga qarasangiz yomg'ir yo'q, lekin sizni tepangizga urib yotibdi-da. Keyin uydan chiqayotganda, "Balin, zontik olaymi? Ayo, erkakman-ku, zontikni ko'tarib yuramanmi?" deydigan g'urur bormi? Dalbayob ol zontik. Iyangni yomg'ir teshadi. 4-5 yildan keyin yurasan meningit bo'lib. Kallasiga qurt tushgan qo'ylar bo'ladi-ku, shunday qilib yuradi. Ana shunaqa bo'lib. Qaranglar-da, yo'q yomg'ir, hech qayerda. Mana yo'q yomg'ir. Lekin meni tepamga urib yotibdi. Yibbanutni. Sizlar tarafdan ham yomg'ir yog'yaptimi? Faqat men uydan chiqqanimga shu meni tepamda yomg'ir yog'ib ketyapti, bo'ldimi? Shunaqa tushunmayapman-da. Ya'ni opada ham yog'yapti ekan. Uni ham ichi qora menimcha. Yog'yapti ekan u kishida. Menga o'xshab ichi qoralarni ustiga yog'yapti deb o'yladim. Yo, hamma ichi qora yoki hammada yomg'ir yog'yapti.